Tizzangizda og'riq bor. Sizga suyak kemirilishi, artroz, razriv menisik, senovit, bursit diagnozlari qo'yildi. Ko'pchilik o'ylaydi, muammo meniskda yoki suyakda. Lekin 80% holatda kasallikning asl sababi boshqa joyda bo'ladi. Tizzangizdagi diagnoz bu kasallikning natijasi hisoblanadi. Artroz, ya'ni suyak yemirilishigacha bo'lgan davrni sanab beraman. Oxirgisi eng asosiysi bo'ladi. Birinchi asosiy sababi tana zaifligi, ya'ni tanadagi mushaklar zaifligi sabab tana yuki tizza bo'g'imiga tushadi. Siz xohlaysizmi, yo'qmi, tizzangizdagi tog'ay, menisk razriv bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Yillar davomida, 10-15 yil davomida tana zaifligi sabab menisk nagruzkada yurib, bitta noto'g'ri harakat bilan meniskda sizda razriv bo'ladi. Siz esa buni yiqilish bilan bog'laysiz. Lekin kasallikning asosiy sababi tananing zaifligida. Demak, sizda razriv menisk bo'ldi. 2-3 hafta yurasiz. O'tib ketar degan maqsadda. Og'riq o'tmaydi, kuchayadi. Siz travmatolog ortoped vrachga borasiz va tizzangizni MRT qildirasiz. MRTda tizzada razriv menisik 2 yoki 3-stepen, senovit, bursit kasalliklari qo'shiladi. Siz hozir yoningizda MRT bo'lsa, zaklutchinasini olib ko'ring, sizda 100% bu diagnozlar bor. Endi sizda savol tug'iladi. Tizzangizda senovit, bursit, artroz nega qo'shildi? Endi bu kasalliklarni batafsil tushuntirib beraman. Bu yerda mexanik muammo ketadi, ya'ni menisk razriv bo'lganda tizza bo'g'imi ochilib yopganda, bukilishda, o'tirganda, turganda ishqalanish to'g'ri bo'lmaydi. Natijada bo'g'im ichida doimiy mikro jarohat paydo bo'ladi. Bu esa organizmning himoya funksiyasini ishlab chiqarib, tizza bo'g'imi suyuqligi hajmi ortib ketadi. Bu senovit. Suyuqlik ko'paydi, tizza bo'g'imi harakati buzildi. Atrof to'qimalarda, mushaklarda ham zo'riqish yuzaga kelib, tizza atrofidagi qopchalarda, suyuqlik qopchalari zararlanib, bursit kasalligi rivojlanadi. Bursit rivojlangandan keyin tizza bo'g'imi atrofiga birikkan barcha mushaklar suxa jeliyasi zararlanib, mushaklar to'liq gipotoniya holatiga o'tadi. Bu yerda asosiy gipotoniya holatiga o'tadigan mushak sonning oldidagi to'rboshli mushak. Sonning oldidagi to'rboshli mushak bo'shashib ketdi. Unga agonist bo'lgan sonning orqasidagi ikki boshli mushak qotib boshlaydi. Tizza bo'g'imida siljish yuzaga keladi. Orqada sedalish nerv qisilib boshlaydi. Tizzani orqasida kista bekkeri hosil bo'ladi. Meniskning o'zi og'rimaydi. U faqat tizzaning umumiy biomexanikasini buzib yuboradi. Odatda shifokorlar meniskni alohida va senovitni alohida davolaydilar. Bu uchta alohida kasallik emas, balki bitta zanjirli proses hisoblanadi. Ma'lumot uchun shu yerda aytib o'taman, tizzada mana shu holatlar ketyapti, sizda bu kasallik bor, tizzaga ukol qilish umuman mumkin emas. Ya'ni gialuron kislota tizzaga qilinadigan plazma leftin ukollari naborot tizzani bosimini oshirib yuboradi, tizzaning biomexanikasi buzilib ketadi. Shuning uchun ukol, maz yoki operatsiya kasallikni to'liq davolab bermaydi. Ish jarayonimda shunaqa bemorlar uchragan. Tizzada menisk razrivda operatsiya qildirilgan, plazma leftin, gialuron kislota doimiy interval qilib 2 oy, 3 oyda olingan, oxir oqibat tizzada artroz 3-4-stepenga o'tib ketgan. Bu bosqichlarning hammasidan o'tib bo'ldingiz. Endi sizda oxirgi proses tizza bo'g'imida yemirilish, artroz boshlanadi. Artroz boshlanishiga asosiy sabab, mana tepadagi ma'lumotlarni berib o'tdim. Birinchi tana zaifligi, menisk razriv bo'ldi, tizzada biomexanika buzildi, tizzada shish holat kuzatildi, bursit shakllandi, mushaklar nestabilligi, disbalansi kuzatildi, tizzada ishqalanish kuchaydi va tizzani xiriyashlarida ozuqalanish buzildi. Tabiiyki artroz boshlanib ketadi. Endi sizda bu yerda qiladigan bitta xato kalsiy, doimiy yillab kalsiy ichib yurishingiz. Kalsiy bu yerda yemirilishni hech qachon to'xtatib bera olmaydi. Sababi tizzada biomexanika buzilib ketgan. Tizzada artroz boshlandi. Bu kasalliklarning hammasi bor. Laboratoriyaga borasiz, laboratoriyada kalsiy topshirasiz, kalsiy qonda norma chiqadi. Sababi tanada kalsiy norma, lekin tizza bo'g'imida artroz уже 3-4-stepenga o'tib ketgan. Bu yerda shunday xulosaga kelish mumkin. Tizza biomexanikasini, kasallikning sababini topib lecheniya qilmasangiz hech qachon artrozni to'xtata olmaysiz. Artrozning kelib chiqishida qisqa formula: tana zaif, qanaqadir muammo bor, mushaklar ishlamayapti, menisk razriv bo'ldi tizzada, tizzangizda keyin yallig'lanish holati, tizza bosimi, biomexanikasi buzildi,
xiryash yeyildi va oxirgi etapda sizda artroz rivojlandi. Siz ham dori-darmonlardan charchadingizmi? O'zingizdagi muammoni dori-darmonlarsiz yechimini istasangiz, MRT qog'ozlaringizni quyidagi raqamlar orqali Telegramga yuborishingiz mumkin. Kineziologiyada biz kasallikning sababini topib davolaymiz.